Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz 7-kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi mavzuyimiz ichki sezgingizni sinab ko'rishni xohlaysizmi? Sizningcha qaysi oila baxtliroq? Javobni o'ylamasdan ayting. Qani unda biz boshladik. Agar siz birinchi oilani tanlagan bo'lsangiz, siz bir umrlik oilaviy qadriyatlar mavjudligiga ishonasiz. Nuroniy juftliklar siz uchun muhabbat va vafodorlik bardavomligidan darak beruvchi ajoyib namuna hisoblanadi. Siz aynan mana shunday oila haqida orzu qilasiz. Vaqtinchalik va qisqa muddatli munosabatlarni qadrlamaysiz. Oilangiz uchun qo'lingizdan kelganini qilasiz. Agar siz ikkinchi oilani tanlagan bo'lsangiz, siz hech qachon tuyg'ular ortidan quvmagansiz. Sizningcha muhabbatning chegarasiz va so'qir tuyg'ulardan ko'ra qulaylik muhimroq. Xayolingizga kelganini, xohlaganingizni qilishni imkoniyatiga ega chegarasiz, erkin munosabatlarni xohlaysiz. Agar siz uchinchi oilani tanlagan bo'lsangiz, quvnoq va majburiyatlarsiz qurilgan munosabatlarni xohlaysiz. Ya'ni juftlikning ikkalasi ham birgalikda va yakka holda ham mustaqil o'sish, rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lsa, siz uchun ayni muddao. Sevimli inson nafaqat yaxshi juft, balki har qanday mavzuda gaplasha oladigan yaqin do'st ham bo'lishi kerak ekanini yaxshi tushunasiz. Faqatgina mana shunday munosabatlarda siz o'zingizni yetarli darajada qulay his qilasiz. Agar siz 4-oilani tanlagan bo'lsangiz, siz nuqta sifat, hammanikiga o'xshagan oddiy munosabatlar tarafdorisiz. Juftingizga nisbatan hech qanday yuqori talablar qo'ymaysiz. U vafodor, ishlaydigan va me'yor darajasida sizga vaqt ajrata oladigan inson bo'lsa bas. Siz tuyg'ularga tayanib yashovchi insonlardan emassiz, lekin oila qurish siz uchun hayotning asosiy bo'limlaridan biridir. Shu bilan bugungi video roligimiz tugadi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.